pasni juda zo'r o'ylab topgan edi, o'qidi. Pedri edi adashmasam. Vinicius tayyor edi qochib ketishga. Endi esa qochish taraddudini Yamal ko'rmoqda. Ajoyib pas Pedri! Super gol! Pedri! Yana kim? Bunda Barselona yetakchisi. Yamalning shunchaki dahshatli uzatmasi. Ma tayyor, tepib ber, yashab ber. Urib ber. Bo'ldi. Va Pedri eng ideal variantda buni amalga oshirdi. Yuqori burchakka. Ha, shunday trayektoriya. Aynan shunday to'p qochdi Kurtuadan. Mana bunday hujumning Kubarsi edi bu va keyin Pedri to'pni egallab oldi. Pedri boshlab berdi. O'zi pas berdi Yamalga. Bir nima qilib o'zimga qaytarib